Yangilikni zo'r akalar. Endi Armada Motorsdan har bitta xarid qilingan skuter uchun shunaqa sovg'alar beriladi. Plus Armada Motorsga yangi 3 g'ildirali tritsikllarimiz yetib keldi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'yib tursanglar, sizlarga polniy obzorini qilib beraman, albatta narxlari bilan. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Mini Murave. Ana orqasida odam o'tiradigan joylari ham bor. Polniy bu sidrni bu yoqqa yotadi. Yukxona qilib 300 kilo, 400 kilo yukni bemalol manzillarga A tochkadan B tochkaga bemalol olib borsanglar bo'ladi. Xo'p, oldi tormozlari jitkichli bo'ladi akalar. Balon razmerlari ham 90 ga 90, yo'q 400 ga 12 ga 400 ga 10 ekan. Uzr adashib ketdim. Xo'p, balon razmerlari ham juda ham katta, shiroki. Oldi tumanlilari 2 tadan 4 ta bo'ladi akalar. Xo'p, kolonka maytafollari bor. Pultlarni ko'rsanglar bo'ladi. Cobalt pult bilan bir xil. 3 ta skoroskli orqaga yuradi. Tablolari elektronik bo'ladi. Xo'p, akalar, bitta zaryadkada 50 kilometrdan boshlab yuradi. Eng kichkina mana masalan 20 lik bilan olaman desanglar, 20 lik bilan 50 kilometr yuradi. 32 lik qo'yaman desanglar ham bo'ladi. Ular sizlarni aytgan kilometrlarda skuterni tayyorlab beramiz. 200 kilometrlik deysizlarmi, 500 deysizlarmi, 1000 deysizlarmi farqi yo'q akalar. Hayolingizda necha kilometr bo'lsa, ular hammasini qilib beramiz. Mana bu tarafda eshiklari bor. Mana xohlasanglar lition akkumulyator qo'yib beramiz, xohlasanglar geliy qo'yib beramiz. Litionni ham 60 ga 20, 60 ga 30 ligi bor. Ular xohlagan akkumulyatorlarni qo'yib beramiz akalar. Mana eshigi bor, bemalol chiqib bu yoqqa o'tirib ketsanglar bo'ladi. Motorlari 1000 lik bo'ladi. 1 kilovatlik bo'ladi. Plus orqalari ko'rinishi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $800 dan boshlanadi. Agar sizlar 20 lik bilan olaman desanglar, $800. Bu yog'i sizlarni xohishingizga qarab narxi oshib boraveradi kilometriga qarab akalar. Bu yoqda panjinlari ham bor. Mana panjinlik. Podyomga chiqishga juda udobniy. Orqa tormozlari ruchnoy. Bu dajdaviy bo'ladi akalar. Yomg'ir yoqqanda kiyib oladigan narsasi. Bu bakovoylari akalar. Komplektlarda oldi laboy ham bo'ladi akalar. Uni ham qo'yib beramiz. Biz hamma narsasi bor. $800. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mana oldi laboylar akalar. Plus hamma do'konlarimizda mavjud. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. $800 dan boshlab narxi oshib boradi, albatta kilometriga qarab. Mana ko'rinishlari. Plus hozir biz Andijondagi aeroportning yo'lidagi Armada do'konida turibmiz. Bu yerda assortimentlar juda ham ko'p. Manzillarimiz bu tarafda, aeroportdan kelishda o'ng qo'l tarafda akalar. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Ular video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Skuterimiz yoqqan bo'lsa, xohlasa bemalol kelsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, bu skuterlarimizni bo'lib to'lashga ham qilib beramiz. Xohlasanglar uzun marketdan xohlasanglar o'zimizning bu yoqda xodim bor. 2 million puli borgan chiqarib beramiz kreditga akalar.